Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga yangi ochilgan investitsion sayt haqida ma'lumot beraman va bu sayt haqida to'liqroq ma'lumot berib, ro'yxatdan o'tish, pul yechish va qanaqa pul kiritish hammasini shu videoda o'rgatib o'taman. Videoni qismini tomosha qilinglar. Videomiz sizlarga foydali bo'ladigan video, shuning uchun bir dona like bosib qo'yishni unutmanglar. Biz videoni boshladik. Sayt manzili video ostida opsiyaniyada bo'ladi. Kirib bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Agarda sizlar ro'yxatdan o'tishda biroz qiynalsanglar, menga aloqaga chiqsanglar, men sizlarga o'rgatib o'taman. Bizning Telegram guruhimizga o'tsanglar, o'sha yerda hamma ma'lumotlar bor o'rtoqlar. Kirganimizdan keyin bu joyga elektron pochta manzilimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Registr bo'limiga o'tib. Misol uchun mana terdik. Bu joyga kod yozishimiz kerak bo'ladi. Bu joyga ham kod yozamiz, ya'ni birinchisi katta harf bilan boshlanishi kerak, ikkinchisi bu yog'i o'zingizning kodingizni yozasizlar. Bir nechta raqam va xuddi shunaqa belgilardan qo'shishingiz kerak bo'ladi. Bu joyga ham xuddi shunaqa sekretniy parol qo'yishingiz kerak. Bu parolni tiklashingiz uchun kerak bo'ladi. Bu elektron pochta manzili paroli. Bunisi ham elektron pochta manzilniki, bu joyi sekretniy parol, ya'ni parolingizni avtomatik yo'qotib qo'ysangiz, shuni topish uchun kerak bo'ladi. Keyin o'rtoqlar, bu joyga nima yozamiz desanglar, invite code degani. Sizlar video ostida opsiyada silka orqali kirsanglar, bu joy avtomatik yoziladi va registr tugmasini bosib ro'yxatdan o'tib olsanglar bo'ladi. Men o'zim profilimga kirib olaman. Ya'ni men ro'yxatdan o'tib bo'lganman, shuning uchun profilga kirib olaman. Profilimiz ichki dizayni juda ham ajoyib o'rtoqlar. Buni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana o'rtoqlar, bu saytning ichki dizayni hisoblanadi, ya'ni saytga kirganimizda juda ham ajoyib. Bu joyda to'liq video darslik bor. Mana Binance, OKX birjalari homiylik qiladi. Bir ishlab ko'rishni tavsiya qilaman. Katta summa bilan emas, kichkina summa bilan bir ish boshlab ko'rsanglar bo'ladi. Lekin bu majburiy emas o'rtoqlar, xohlasanglar jamoa orqali ham pul ishlasanglar bo'ladi. Ya'ni birinchi misol Rechange degan joyga kirasizlar, xohlagan valyutalar orqali pul kiritsanglar bo'ladi. Masalan, Tron, men ko'pincha Tron orqali savdo qilaman, bilasizlar. Bu joyda Tron adresini kooperatsiya qilasizlar, Payer yoki Binance shunga o'xshagan balansinglardan pul kiritsanglar bo'ladi. Bu joyda kiritgan pulinglarni 3 minut ichida tashlab berar ekan. Mana hozir buni ham tushuntirib beraman. Ya'ni bu nima uchun kerak bo'ladi? Mana bu joyda bizani zaryadlashimiz uchun levellar bor, ya'ni birinchi levelimiz hozirgi kunda 11 USDT ekan. Bu degani hozir buni sal ma'lumotlarni o'qib chiqamiz. Ya'ni biz birinchi darajani ochishimiz uchun bizga $11 kerak bo'lar ekan. Birinchi darajani ochganimizdan so'ng, ya'ni kuniga 20% bonus berar ekan va 3 ta service free berar ekan. Ya'ni biz kuniga $2 chiqarib olsak bo'lar ekan. Bu degani $11 kiritar ekansizlar, $2 dan kuniga chiqarib olsanglar bo'lar ekan. Ya'ni mana ko'rsatib qo'ygan bizani homiyimiz deb qo'ygan. Homiylari ko'rib turibsizlar, katta birjalardan hisoblanadi. Bir marta mana shu minimal tarifini sotib olib ishlab ko'rishni tavsiya qilaman o'rtoqlar. Lekin majburlash yo'q. Agar o'zingizlar xohlasanglar pul kiritib ko'rib, nima desa bo'ladi, bir risk qilib ko'raman, bir daromadimni oshirib ko'raman deganlar bo'lsa, bemalol kirib ishlab ko'rsanglar bo'ladi. Lekin bu o'rtoqlar majburiy emas. Yana bir marta aytib qo'yaman. Ko'rdinglar, mana işte tariflar bor. Ikkinchi tarifimiz $50 ekan. 50 USDT. Ya'ni sizga 21% foyda keltirar ekan. Xo'sh, uchinchi tarifimiz $155
dollarlik tarif ekan. Bu 22% olib kelar ekan. Birinchisi zo'r o'rtoqlik 20% yaxshi bir ishlab ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni katta risk emas, 100 ming yo 130 ming pulinglar degani. Endi pulimizdan qanaqa chiqaramiz degan savollar bo'lishi mumkin. Men uni ham hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. To'xtanglar, birinchi tarifni sotib olamiz. Hozir mana o'rtoqlar, biz ishlagan tarifimizdagi pulni yechdik. Endi uni obnomat qilamiz. Endi bu pulimizni hozir sizlar bilan chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Mana 2 dollar 13 sent yig'ildi. Withdraw'ni bosamiz. Withdraw'ni bosganimizdan so'ng bu yerga withdraw summalarni yozinglar deyapti. Minimalniy summa adashmasam. Xo'sh, 2 terib ko'ramiz. Qani o'xshamagan. Adashmasam bu yerda 50 yozgan. Hozir 1 daqiqa men Tron adres kooperatsiya qilib olaman. Mana o'rtoqlar, biz Tron adresimizni kooperatsiya qilgan payerga kirdik. Hozirda 50 Tron balansimizda pul bor va bu yerdan Tronni tanlaymiz. Darasa 20 ni va bu joyga adresimizni kiritib o'tamiz. Kiritganimizdan keyin secretniy parol pul chiqarishimizda kerak bo'ladigan parollardan biri edi. Men buni video boshida aytganman, shuning uchun mana shu oxirigacha ko'rib, har bitta aytgan narsalarimni qadamma-qadam qilsanglar, sizlarda pul chiqarishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Endi bu yerga secretniy parolimni yozib olishim kerak bo'ladi. Videoni pauzaga qo'yib turaman. Mana men parolimni kiritdim, confirmni bosamiz. Mana aytayaptiki, minimal pul chiqarish 50 dollar ekan. 50 dollar yig'ilishi bilan biz pul chiqarib ko'ramiz o'rtoqlar. 50 dollar bu degani juda tez yig'sa bo'ladi, chunki 2 dollardan beradi. Bu 25 kun ichida bizga pulimizni oqlab beradi. Xudo xolisa 25 kun ichida pulimiz yig'ilishi bilan men sizlarga video rolik qilib, u pullarni ham chiqarib ko'rsataman va undan tashqari o'rtoqlar, 25 kun kutishni xohlamagan insonlar uchun yana bitta oson usuli bor. Buni ham ko'rsatib tushuntirib o'taman. Ya'ni bu mana bu joyda do'stlaringiz orqali pul ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni siz har bitta do'stingizni mana shu link orqali kooperatsiya qilib do'stlaringizga tarqatadigan bo'lsangiz, u orqali kirgan do'stlaringizga qanchadir miqdorda bonus taqdim etiladi. Mana hozir sizga ko'rsatib beraman. Ya'ni siz chaqirgan har bir do'stingiz uchun birinchi chaqirgan insoningizga 15% pul qaytib keladi. Ya'ni ishlayotgan puldan 15% sizga o'tadi. Masalan, do'stingiz 100 dollar ishlasa, sizga 15 dollar avtomatik tushib keladi degani. Ya'ni u do'stingiz yana bir sherigini, ya'ni o'zini do'stini chaqirsa, o'zini silkasi orqali u do'stingizni do'sti ishlagan foizdan 1% olasiz. Do'stingiz do'stini chaqirsa, undan ham siz 1% olishga haqlisiz. Sayt 3 etapli referalniy sistema bilan ishlaydi. Shuning uchun bir ishlab ko'rishni tavsiya qilaman o'rtoqlar. Pul kiritmasanglar ham do'stlaringlar orqali ham 50 dollarni yig'ib olsanglar bo'ladi. Shuning bilan o'rtoqlar, bugungi videomiz shu joyda to'xtatsa ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda qolishni davom ettiring.